Mirobod tumani hokimiyati kambag'allikni qisqartirish va bandlikka ko'maklashish bo'limi hamda Majburiy ijro byurosi Mirobod tumani bo'limi hamkorligida mehnat yarmarkasi tashkil etildi. Mehnat yarmarkasida 30 dan ortiq korxona va tashkilotlar mavjud bo'sh ish o'rinlari bilan ishtirok etishdi. Ishtirokchilarga ishga joylashish imkoniyatlari, mehnat shartlari, ish haqqi va boshqa ijtimoiy kafolatlar to'g'risida batafsil ma'lumotlar berildi. Toshkent shahar suv ta'minoti aksionerlik jamiyati tomonidan bo'sh ish joylari vakansiyalari bo'yicha tashkil etilgan mehnat yarmarkasiga ishtirok etib, abonentlar boshqarmamizga inspektor lavozimiga ishsiz fuqarolarimizni bo'sh ish joylariga ishga taklif etyapmiz. Hozirgi vaqtda 48 nafar inspektor xodimlarimiz bo'sh vakant lavozimlari mavjud. Mehnat yarmarkasi davomida ishsiz aliment to'lovchi fuqarolarga ham mavjud bo'sh ish o'rinlari taklif etildi. Natijada 10 nafardan ortiq fuqaro taklif etilgan ish jarayonlari bilan yaqindan tanishishga hamda kelgusida ishga joylashish bo'yicha qiziqish bildirdilar. Malika Yo'ldoshaliyeva, Rahmatilla Qudratov, yoshlar.